Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shutaflik haqida eshitgansiz va u haqiqatan ishlaydimi deb o'ylayapsizmi? To'g'ri joydasiz. Bugun hamma narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Bilasizmi, ba'zida eng oddiy narsalar, masalan ertalab o'rnidan turib, nabiralarni quchoqlash yoki shunchaki uy atrofida yurish, bogimlardagi noqulaylik tufayli qiyinlashib qoladi. Bu nafaqat jismoniy og'riq, balki ichimizda paydo bo'ladigan o'sha tuyg'u. Men ilgari bunday emasdim. Yaqinlarimiz bilan o'tkazadigan har bir daqiqamiz qimmatli. Va bu daqiqalardan to'liq bahramand bo'lish har kimning haqqi. Davom etishdan oldin bitta muhim narsa haqida aytib o'tmoqchiman. Bozorda soxta mahsulotlar ko'payib ketgan. Shuning uchun xarid qilmoqchi bo'lsangiz, faqat video tavsifidagi rasmiy havoladan foydalaning. Bu sizning sog'ligingiz va pulingiz xavfsizligi uchun juda muhim. Ko'pchilik nima uchun aynan shutaflikni tanlaydi? Tarkibini ko'rib chiqqanimda sababi aniq bo'ldi. U faqat tashqaridan ta'sir etmaydi, balki ichkaridan ishlaydi. Kaliy va fosfor to'qimalar holatini yaxshilaydi. Magniy va temir esa mushaklar va to'gay to'qimalarini oziqlantiradi. Ruh va 3 vitamini esa immun tizimni mustahkamlab, suyak va bogimlarning baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Bularning barchasi birgalikda ta'sir qilib, kundan-kunga o'zingizni yengilroq his qila boshlaysiz. Va bu yengillik hayotingizning har bir daqiqasida seziladi. Va bu yengillik faqat so'z emas. Odamlar ertalab o'rnidan yengilroq turishlarini, zinapoyadan tushish osonlashganini, kundalik ishlarni kamroq qiynalmasdan bajarayotganlarini aytishadi. Eng muhimi, o'sha oddiy, lekin qimmatli lahzalar qaytadi. Nabiralar bilan o'ynash, oila bilan bemalol yurish, kechqurun charchab emas, balki o'zini yaxshi his qilib uyga qaytish. Aynan shu o'zgarishlar ko'pchilikni bu mahsulotga qayta-qayta murojaat qilishga undaydi. Agar siz ham bu o'zgarishni his qilmoqchi bo'lsangiz, jarayon juda oddiy. Video tavsifidagi havolaga o'ting va ismingiz hamda telefon raqamingizni qoldiring. Ko'p o'tmay mutaxassis siz bilan bog'lanib, barcha savollaringizga javob beradi va buyurtmani rasmiylaydi. Yetkazib berish tez amalga oshiriladi va oldindan hech qanday to'lov talab qilinmaydi. Pulini faqat mahsulot qo'lingizga tegandan keyin to'laysiz. Hayotdagi eng go'zal daqiqalar bu oila bilan birga bo'lish, erkin harakat qilish, o'zingizni yaxshi his qilishdir. Bulardan to'liq bahramand bo'lishingizni tilaymiz. Barchangizga sihat, salomatlik va kuch-quvvat. Videomizni ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizgacha xayr.